emotsional to'lov osonroq. Masalan, agar cho'ntagingizda 1000 yoki bilmayman 1 million so'm pulingiz bo'lsa, kartingizni kirsangiz 1 millioningizga yarasha nima qilarsiz? Lekin kartangizda oyligingiz tushgan 2 millionmi, 3 millionmi, 5 millionmi, ko'proqmi masalan tushgan, bordingizda 1 millionga mo'ljallab naqd ko'tarib borganingizda balkim 1 millionga bozor qilardingiz. Lekin borganingizdan keyin pul kartada bo'lgani uchun odatda 1 million emas, 1,5 million, 2 million, undan ko'pga ham bozor qilib inson. Yoqdi deydi, kartada pul bor deb ovoradi. Lekin u aslida reja qilmagan odam uchun bu emotsional xarid bo'lib qoladi. Bu farqi yo'q. Oziq-ovqat bo'ladimi? Qaysidir shopping bo'lib, kiyim-kechak bo'ladimi? Chegirma ekan deb nima bo'ladimi? Xayrlashish osonmi? Oson, men qo'shilaman bunga. Lekin nima yechim bor desa, yozib yurish odati bor. Men masalan, istalgan pulimni kartadan ketdim, hammasini hisobi shunday ko'rinadi. Paymi bo'lsa ham, klik bo'lsa ham, hatto o'zim kartalari masalan Davrbankda bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Hisobi avtomat ko'rinaveradi. Lekin o'tda ko'ringani bilan men undan tashqari pullarning hisobotini olib boradigan haligi app'lar ishlataman. Nima deydi? Приложениялар, programmalar ishlataman. Istalgan narsani bo'lgan xarajatni yozishimga 30 sekund vaqtim ketadi. Albatta